tomoshabinlar, bugun sentyabr oyining so'nggi shanbasi intellektual klubimizning navbatdagi 3-soni. Bugungi o'yinimizdagi bilimdonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bobomurodov O'rol, korxonamizning Samarqand filial boshqaruvchisi. Mamatjonov Jahongir Mirzo, tadbirkor, jurnalist, media kanallar asoschisi. Kabulov Umirbek, yurist, yuridik departamenti direktori. Soliyev Murodjon, hakamlik sudyasi. To'raxo'jayev Said Akbar, Chilon Lubricants korxonasi laboratoriya mudiri. Zayniddinov Mahmud, tadbirkor, SMM mutaxassisi, korxonamiz PR menejeri. Inagamov Murod, kinorejissyor, prodyuser, kinoaktyor, kaskadyor. Va jamoamiz sardori Muzaffarova Dilfuza Ikramona bosh ofisimiz boshlig'i. Marhamat, hurmatli bilimdonlar, bugungi navbatdagi 3-o'yinimizni start beramiz. Bugungi bilimdonlar safida ko'rib turibmizki, yangi bilimdonlarimiz bor. Oldingi safar 6 kishi bo'lib, kamchilik bo'lib o'ynab qolganingizdir balkim. Mag'lubiyatga uchradinglar. Bu safar yana sizlarning safinglarni yana eskitdik, 8 kishi qilib qo'yishga qaror qildik. Bugungi o'yinimizda demak yangi kadrlardan mana oldingi o'yinlarimizda savol muallifi To'raxo'jayev Said Akbar ham qatnashyaptilar. Bugungi o'yinimizga omad tilaymiz. Bugungi o'yinimiz asosiy homiysi, bosh homiysi har doimgidek o'zimizni BBC avto ijara korxonamiz. Undan tashqari bugungi o'yinimizning yana bir homiysi Food Corp taomlar yetkazib berish korxonasi va Aspekt 24 va Milliy 24 axborot agentliklari informatsion hamkorimiz. Demak, birinchi raund. Marhamat. Ikkinchi savol. Demak, diqqat bilan eshitamiz. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolni bizga Xitoy Xalq Respublikasi Urumchi shahridan tadbirkor Siyamov Xirojiddin yo'llaganlar. Xitoy aholisi orasida bir urf bor. Juftlik, ya'ni qiz bilan yigit yoki er va xotin birga taomlanib o'tirganida yigit qizning ovqatiga qoshig'ini bir botirib oladi. Qiz esa bundan so'ng ko'chaga chiqib qaytib keladi. Lekin qiz bunday qilmasligi ham mumkin. Diqqat savol. Yigit qizning bu harakatlari nimani anglatadi? Vaqt ketdi. Demak, qiz bilan yigit deganda endi er-xotin kel. Nimadir ovqatlanib o'tirgan paytda jesti deb shamollab kelgan nimadir bor ekan. Yo'q, qo'shiq tiqishi asosiy narsa bu yoqda. Qo'shini tiqib oladi deyapti. Nimaga qo'shib tiqib oladi? Tasdir jest nima? Balki ota-onasi oldida aytadigan biror gap bo'lsa tashqariga chiqib qizni o'zi chiqib o'ta juftlik. Endi bu oilaga qanaqa nimada, masalan, o'ta juftlik. Er xo'jayinligini bildirib qo'ymoqchi bo'ladi, masalan, u fikrimda. Oilada ba'zi erkak kishi bilan yoki ishonch bildirmasdan juftlik jest nimadir qizga yoqmaydi, yigitga nimadir yoqmaydigan nimadir sabab bo'lsa bor chiqib kelgan degan narsa turishadi. Ovqatlanib o'tirgan paytda, protsessda. Lekin
har doim tiqiladi demayaptim. Yo'q, shu har doim emas. Misol ovqat tuzi past bo'lib qolgan bo'lsa, bunga yoqmagan bo'lishi mumkin. O'sha immun tuz past bor, chiqib tuzi yoki ovqatni almashtirib, ovqat sovib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki shunga o'xshagan narsa. Jest. Shu Momentda qaytib kelmasligi ham mumkin. Yo'q, chiqmasligi mumkin deyapti. Bunday qilmasligi ham majburiy emas. Lekin shu narsa majburiy emas bo'lishi mumkin. Urf deyapti yana nima emas, aynan. Ha, urf deyapti. ovqatlanayotgan Urf momentda deganda vaziyatga qaraladigan narsa emas, har doim shunday qiladi menimcha bu yigit. Bu bilan nima ovqatni demoqchi? yoqsa shunaqa ekan. yo'qsiz Gap ovqatda emas. yoqmasa Gap ovqatda emas, keyingi hayot Chiqib haqida. prosta qaytib keladi. qaytib keladi, просто qaytib keladi. Yoki O'zini hurmatini bildirish maqsadida Shunaqa deb o'ylayman. xo'jayinman shu uyda Ha. yo'q degan maqsaddan ekan. Mani fikrim bu chista o'sha Ovqat yoqqan ha, yoqmagan. ovqat yoqmagan. Hop, yana qanaqa versiya? Hozir shunda hurmati va ovqat yoqqan yoqmagan. Marhamat, hurmatli bilimdonlar, vaqtimiz tugadi. Javobni kim beradi, Dilfuza opa? Javobni yangi a'zoyimiz Said Akbar. Said Akbar aka. Marhamat, Said Akbar. Savolni o'qib eshittiraymi yo javob beraverasizmi? Yana bir marta eshittiring. Demak, Xitoy aholisi orasida bir urf bor. Juftlik, ya'ni qiz bilan yigit yoki er va xotin birga taomlanib o'tirganda, yigit qizning ovqatiga qo'shig'ini bir botirib oladi. Qiz esa bundan so'ng ko'chaga chiqib qaytib keladi, lekin qiz bunday qilmasligi ham mumkin. Diqqat savol, yigit qizning bu harakatlari nimani anglatadi? Bir narsaga e'tibor berishingizni iltimos qilib qolardimki, bu albattagina qizni o'zi tayyorlagan taom bo'lish shart emas, ya'ni restoranda taomlanib o'tirgan bo'lishi ham mumkin. Javobni eshitamiz. Oilaviy masaladan kelib chiqadigan bo'lsak yoki o'sha bir-biriga bo'lgan munosabatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hurmatni bildiradi degan ma'noni tushunyapman. Ya'ni o'sha qoshini botirganida ma'ni hurmatimni ko'rsat, qaysi darajadaligini degan. Demak, u yigitni hurmati qiz bola ko'chaga chiqib kelishi bilan o'lchanadimi shunda? Bu bir nima desa bo'ladi? Urf emas, u endi bir ana belgi. Xullas, mayli, sizlarni uzoq qiynamaymiz. Endi aniq javobni eshitamiz. Xitoy Xalq Respublikasi, Xitoylarda deb bekorga aytganimiz yo'q. Xitoylarda bilasizlar, yaqingacha ham farzand ko'rish munosabatlari juda qiyin. Ya'ni bir umrda bir oy bitta farzand ko'rishi mumkin edi yaqingacha ham. Endi bu yigit qizning yo er xotinning harakatlari yigit farzand ko'rishni istayman degani qoshig'ini botirib olgani ekan. Qiz men roziman degani tashqariga chiqib qaytib kelish kerak ekan. Agar qiz o'rnidan turmasa, bu degani men hali ona bo'lishga tayyor emasman deganini anglatar ekan. Hisob 1-0. Hisob 1-0. Hisob 1-0. Lekin bir narsani ta'kidlab qo'ymoqchimanki, boshlanishda doim sizlar minus bilan boshlaysizlar lekin. Sizlarda hali katta nemis avtomobillariga o'xshab razgoninglar sekin-ku, lekin bir razgon olsangiz sizlarni to'xtatib bo'lmaydi. Mahmud aka, nima bo'ldi? Eshitmaganmisiz? Nahotki bu narsani eshitmagan bo'lsangiz. Qiziq. Bir hayotiy tajribangizdan ham o'tib ko'rmaganmisiz? Ovqatiga qo'shib ko'rmagan ekan. Ya, lekin Xitoylar bilan ishlagansiz-ku. Ishlaganman, bu narsa juda ham menga yengillik bo'ldi. Men umuman hattoki mana ko'rmagan ekanman. O'zi odatda urf-odatlar o'sha Yaponiya bilan Koreyada bor-da, lekin Xitoyda juda bir befarosat bo'lganiga, unaqa narsalarga e'tibor berishni endi eshitmoqman. Ana endi bilib oldinglar. Xitoy boshqa qilish kerak. Xitoylik xaridorlar qoshig'ini ovqatga ochish kerak ekan. Endi keyingi raundga o'tamiz. Marhamat, ikkinchi raund. Hurmatli
Bahropdan iltimos qilib qolamiz. Qaysi savol tushganini ovoz bilan aytib o'ting. Bizga bu yerdan ko'rinmayapti. 4-savol. 4-savol. Marhamat, 4-savol. Marhamat, bu savolimizga quti olib kirilsin. Qutini olib kirib bering. Bu savolni bizga Toshkent shahridan ebekasi Burxonxo'jayev Nodiraxon yo'llaganlar. Qutini olib stol ustiga qo'yib qo'yasiz, lekin oldingi safarga o'xshab O'roljondan iltimos qilamiz, hidlab ko'rib, chayqatib ko'rishlar bo'lmasin. Qutiga tegmaysizlar, quti shundoq turadi. Diqqat savol. Qadimgi Rimda bir ritser qo'rqoq bo'lganligi sababli ritserlar turnirida qatnashishdan bosh tortadi. Hatto Rim papasi ham uni turnirda qatnashishga ko'ndira olmagan. Shunda uning xotini uni ko'ndirgan qo'shtirnoq ichida. Ya'ni u erini tunda shu qutining ichidagi predmet bilan urgan va bu holat hozirgacha ishlatiladigan mashhur iboraga asos solgan. Diqqat savol. Qutining ichida nima va bu predmet asos solgan ibora qaysi? Vaqt ketdi. Yaxshi o'tgan Qamchi. Ibora. Ibora. Hop, ichida nima? Nima bilan? Qamchi bilan urgan. Qamchi bo'ladi. Yo, u qamchiga qo'rqqan bilan. Endi qamchi Nimaga qo'rqqanda, nima uchun qamchi bilan urganligiga rozi bo'lgan. Rasa savol ekan o'zi. ibora boshqa ibora bor. Yaxshi o'tgan qamchi, motga ming qamchi. Boshqa ibora. U o'zimizda bor-da, Rimda bo'lgan. Bu o'zimizniki. Hammasida bo'lgan bu narsaga. Qamchi. Yo, bu yerda ibora. Tushunaylik, sal mantiqqa bog'lash kerak-da. Maqolaga to'g'ri aytiladi ekan. Boshqa variant, boshqa ko'raylik variantlarni. O'ylab ko'ring. Variant o'ylab ko'ring. Boshqa variant yana. Turnirda to'g'ri, masalan, Rimda bo'ladigan bo'lsa, ana ikkita ildirayli aravada yurgan ular aylanib, ana janglar qilgan-ku masalan. Nimada Rimda. O'shanda qamchi ishlatilgan, to'g'ri, lekin nimaga qo'rqqan va nimaga qamchi bilan urganligiga rozi bo'lgan tushunganman, sal bog'lolmadim. Xotinga nima aloqasi bor? Endi xotin kechasi xotin uradi-da, uni otib boshqadan boshqa. Ko'rishimga boshqa ketadi. O'shanda Nimasi bilan urishi mumkin? O'qlovni urmaydi orqada endi boshqa o'qlov bo'yicha boshqa nima yo'q. Boshida anaqasi bilan-chi? Nima deydi? Shlemi bilan o'shanga o'xshash nima? ibora Yo'q, unga ibora topishadi endi keyin. Bitta ibora topilgan variant shu. Marhamat, vaqt tugadi. Dilfuz opa javobni kim beradi? Eslatib o'tamiz, bilimdonlarda 1 daqiqa qo'shimcha vaqt olish imkoni va boshlovchidan yordam olish imkoni bor. Bir o'yinda 1 marta. Yana bir sizlarga tekinga yordam berib qo'yishim mumkin. Bu ibora ko'proq emas, aniq rus tilidagi ibora. Lekin o'zimizni o'zbek tiliga milliylashib ketganisi ham bo'ladi. Marhamat, javob kimdan eshitamiz? Qo'shimcha vaqt olmaysizlar, to'g'rimi? milliylashib ketgan. Milliylashib ketgan degan gapimdan murod ruscha bo'lsa ham o'zbekda ishlataveradi bu iborani. Ya'ni o'zbekcha buni tarjimasini men eshitmaganman har holda. O'zbekcha tarjimasi tushmaganman. Vaqt olish kerak. Bu sum bilan urgan. Marhamat, vaqtinglar yo'q muhokama qilishga, yo vaqt olinglar, yo javob beringlar. Kim javob beradi? Mahmud aka, Murod aka. Yana 1 minut vaqt olamiz. 1 daqiqa qo'shimcha vaqt. Marhamat, vaqt ketdi. Keyin ibora tarjimasi bor. Bizda bundoq Baliq bilan urgan. Riba yemiyasi. O'zbekcha tarjimasi. Baliq bilan urgan. To'g'ri bunda. Riba yemiyasi. Qo'rqoq, nayyorliklar bor. O'shandan beri anaqasiga ham to'g'ri kelyapti holatiga. Qo'rqoqda nayyorliklar bor. jangchi lekin jang qilmaydi. Nayyorliklar bor. Baliq bilan urgan ekan. Kechasi. Go'sht ham bor o'tda. Riba yemiyasi. O'rtada quti turibdi, esdan chiqarmanglar. Shu predmet shu qutining ichida bor hozir. Demak, xizmat qiladi.
Baliq go'shti desa, ikkita javob bittada bo'ladimi? Go'sht ham bor, baliq ham bor. Aniq javob bo'lish kerak. Yaxshi Men javobim Yo'q, chunki o'sha o'zbekcha variant yo'qmi? Ko'p ishlatadi. Nega nimasi o'sha baliq. Baliq go'shti. Boshqa variant. Nima deysiz? tuxum ma'lumot. Yo'q, emas. Yangi anaqa iborada juda ham. Marhamat, qo'shimcha 1 daqiqa vaqtinglar tugadi. Javobni kimdan eshitamiz, Dilfuza opa? Murod aka. Maqoldan kelib chiqadigan bo'lsa, niribiya deydi, shunday tushuncha bor ham ishlatiladi. O'zbekcha tarjimasi men ham eshitmagan edim. Baliq deb javob qabul qilasiz, aytmoqchimiz-da. Endi qarang. Niriba nimyasi degani o'sha paytdagi ritsarga nima daxli bor edi? U qo'rqqan xolos, u qo'lidan savolda o'tdi, nima bilan urgan deyapsiz? nima bilan urgan? Baliq. Keyin shu narsa iboraga sababchi bo'lgan. Lekin bu ibora o'sha ritsari o'sha paytdagi holati bilan bog'liq. U qo'rqqan xolos, uni qo'lidan hech narsa kelmaydi deyilmayapti. Sizning gapingiz bo'yicha hozir qo'lidan hech narsa kelmaydi. O'shandan keyin jang qilganda, to'g'rimi? O'shandan keyin jangga chiqqan. Lekin undan oldin jang qilmagan, to'g'rimi? Chunki qo'rqqan. Qo'rqqan, yo'q, siz aytayotgan narsa qo'lidan hech narsa kelmaydigan odamlarga ishlatiladi. Qo'rqadigan emas. Buni qo'lidan narsa kelgan, faqat qo'rqqan xolos. Javobingizni qabul qildik. Endi aniq javobga o'tamiz. Marhamat, Bahrom, qutini ochib, ichidagi predmetni ko'taring. Ayol kishi o'zini tuflisi bilan urgan, shundan keyin ibora podkabluchnik, ya'ni xotinni quli degan to'g'ridan to'g'ri o'zbekcha tarjimasi yo'q, lekin podkabluchnik degan so'z ibora aynan shundan kelib chiqqan ekan. Hisob 2-0 tomoshabinlar oldinda hisob 2-0. Marhamat. Topolaganim hech kim o'tmadi emas. Buni menimcha bu iborani hammanglar eshitgan bo'lsanglar kerak-a? O'zbekcha tarjimasi yo'q deganingiz o'sha. O'zbekcha tarjima qildik, nima bu tarjimasi? Xotin-quli. To'g'ri, bu tarjima emas. Bu o'zbekcha ibora, lekin to'g'ridan to'g'ri tarjima, ya'ni poshnani ostida turuvchi degan tarjima yo'qdir. Tushkunlikka tushmaymiz. Boya aytganimdek, sizlarni jamoa shunday jamoaki, avval minusga 0 ga tushasizlar, keyin birdaniga ko'tarilib ketasizlar. Shu paytda mana bizning bugungi o'yinimizni homiysi Foodcorp kompaniyasining asoschisi Baxtiyor akaga so'z beramiz. O'zlarini mahsulotlari va bilimdonlarga tilaklari bilan bo'lishadilar. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Mikrofon. Foodcorp direktori, учредителiman. Biz firmamiz nomimizdan sizlarga omad tilaymiz bu o'yinda. Men o'ylayman, omad sizlarga ko'p kerak emas. Men ko'raman, bilimdonlar, professionallar bor. Firma bo'yicha nima deya olaman? Toza mahsulot. 5 yildan beri bozorga chiqqan bo'lsak, biz o'zbeklar uchun, odamlar uchun, toshkentliklar uchun kimdir baribir toza mahsulot, kimyosiz ishlab chiqarish kerak. Mana shu Foodcorp bor, shahar bo'yicha yetkazib beradi. Hammasi qo'l bola, eskicha o'sha qo'ldan qilingan, hali nitrit bilmagan paytlari, kimyo bo'lmagan paytlari, buvalarimiz, bobolarimiz qilgan paytlar hammasi top-toza. Bolalarga, yoshlarga, hammaga, sportsmenlarga juda ham to'g'ri keladigan narsa. Tavsiya qilaman. O'yinga omad. Rahmat katta. Rahmat. Baxtiyor aka, katta rahmat. Eslatib o'tamiz, bilimdonlar uchun bugun xushxabar. O'yinimizni 6-raundidan so'ng mana Foodcorp tomonidan taqdim etilgan mana bu yeguliklarni o'rtaga qo'yib bir ozgina break time qilsak bo'ladi bilimdonlar uchun. Qani endi keyingi raundni boshlaymiz. Marhamat, 3-raund. Stol ustida petlichka bormi?
8-chi savol. Marhamat, 8-savol. 8-savol. Bu ham juda qiziq savol. Toshkent shahridan bank xodimasi Margarita Yunusovadan kelgan savol. Marhamat, stakanda suv olib oldingizga qo'ying. Stakanda suv. Ha, ichib qo'yish bo'lmasin lekin, faqat qarab turasizlar hozircha. Chunki bu suvni Bahrom ichish kerak. Demak, diqqat savol. Eskidan armanlarda bir udum bor. Uylanmoqchi bo'lgan yigit qiznikiga kelib, mana shunaqa stakanda suv so'raydi. Diqqat savol. Kuyovga suv nima uchun kerak? Vaqt ketdi. Kuyovga suv nima uchun kerak? Har doim kelib so'raydi. Kimni armonladi? Uylanmoqchi bo'lgan yigit bor. Uylanmoqchi bo'lgan yigit nima uchun kerak degan savol bu yoqda. Armonladi anaqa qahva bermaydi, kofe bermaydi, o'yladi. Yo'q, ko'pini man armalarda eshitmaganman. Yo'q. Stakanda suv so'raydi. Yo'q, kofe bersa demoqchiman, suv ichib anaqa qiladimi? Qo'shimchasiga roziligini bildirgan maqsadda. Yo'q, yigit albatta so'raydi, nima uchun? Yoqqanligini bildirish uchun yoki yoqqanligini bildirish uchun. Yarmini ichadi, yarmini qoldiradi. Agar qiz ichsa rozi, ichmasa norozi. Meni fikrim shu. Uylanmoqchiligini bildirsa kerak. O'sha men uylanmoqchi, misol men uylanmoqchiman, bordimda yarmini ichaman deb qo'yaman. Agar qiz ham o'sha yerda rozilik bildirsa, uylanmoqchiligimni bildirdim. Rozilik bildirsa ichadi, rozilik bildirsa Endi endi Suv ichmasangiz undan nima bo'ladi? Yo'q, suv so'raydi. bermasa chamasdan. Yo'q, suv Uylanmoqchi berdi, bo'lyapti oldiga. Bola so'rayapti. ichmasa. Bo'lishi mumkin, versa. Ben nimaga kerak? Qiz yoqqanligini bildirish maqsadida shunday. Yo'q, uylanishini bildiradi. balki qizdan suv so'rasa, qiz olib kelsa, demak u ham rozi. Olib kelmasa, Qiz yoqqan. Stakanda suv bermasligi ham mumkin bu. o'sha aytyapmiz. Bermaydigan bo'lsa demak bu Yo'q, bersa ham, masalan, Suv so'raydi deyapti. Qiz yoqdi, ichmasa yoqmadi. Suv so'raydi deyapti, qiz olib keladi demayapti. Marhamat, vaqt tugadi. Javobni kimdan eshitamiz, Dilfuza opa? Mavzu bersam. Javobni kim beradi, Dilfuza opa? Versiyaga kelishing. Boshqa variant. Ikkita variant. Vaqtingiz tugadi. Kim javob beradi? hop. Javobga Mahmud aka berib ko'rsinlar. Marhamat, Mahmud aka. Har doimgidek birinchi ballni siz olib kelmasangiz bo'lmaydi jamoaga, lekin o'ylab javob bering. Diqqat bilan stakanga qarang. Stakanga qarang. Qarash bu yerda asosiy vosita. Ozod emas, barmoq izlari. Marhamat, Etika javob. narsa yo'qmi? Stakan tozaligi bo'lsa kerak. Etika yo'qmi? Ular nima qiladi? Yo'q. Barmoq izi ichadigan joydan ushlaganmi yoki pastdan ushlaganmi? Sizlarda muhokamaga vaqt yo'q. Murod aka, siz javob bermayapsiz. Murod aka, yana bir zamechание bo'lsa, bu anaqa o'yindan chiqarib yuborishimiz mumkin. Mahmud aka javob beryaptilar. Marhamat. Versiya bormi, yo'qmi? Bor. Marhamat. Qizdan suv so'rashi, menimcha o'sha qizi qanaqa suvni olib kelishiga qaraydi. Ya'ni bundoq olib kelsa qanaqa yoki bundoq olib kelish shu. Hop, bunda olib kelsa qanaqa, bunda olib kelsa qanaqa? Men bersam, o'zim meni bersam, Ichadigan joydan O'zingizni versiyangizni ayting, Mahmud aka. o'zimni bersam, suv so'rash sababi o'sha ichib yarmini qoldiradi. Agar qiz ichsa, ya'ni uning u ham rozi, ichmasa norozi. Tushunarli. Javobingizni qabul qildik. Endi aniq javobga o'tamiz. Marhamat, Bahromjon. Aniq javobni aytish uchun stakandagi Bahromjonga diqqat qilamiz. Suvni ichishga e'tibor beramiz. Suv ichayotgan paytda, stakanni to'la paytda nikohingiz pastda yerda bo'ladi. Ko'tarilgan suv bo'shagan sari nikohingiz tepaga ko'tariladi. Shu bahonada qizni uyaltirmaslik uchun boshidan to oyog'idan to boshigacha qizni yaxshilab ko'rib olishlik uchun bu stakanda suv so'raydi kuyov. Hisob 3-0. Hisob 3-0. Ko'rib olish. Ungacha ketib qoladi. qizni bo'yi 1,5 metr bo'lsa
nima bo'lyapti? Bilimdonlar nima bo'lyapti? Lekin eslatib o'taman, oldingi o'yinda ham aynan 4-0dan keyin ochko to'plashni boshlagansizlar, ya'ni yoqilgansizlar. Hozir hali ham nimadir xalaqit qilyapti sizlar o'ynashni boshlashinglarga. Savolga qo'shimcha qo'shish kerak-da. Savol qisqa bo'lib qolgan meni fikrimcha. Savolga sal yana nimadir podskast. Misol suv bahonada misol uchun nima narsani ko'rib oladi yoki shunga o'xshagan narsa bo'lsa, prosta suv chaqirishini versiyalar ko'payib ketyapti-da. Endi qarang, bu savolni men ya'ni boshlovchidan savol emasdi, bu obunachidan savol. Shuning uchun obunachidan kelgan savolni biz savolini o'zgartira olmaymiz. Faktlarini tekshiramiz, agar faktlarga asoslangan bo'lsa, shundayligicha berishimiz kerak. To'g'ri. Endi stakan bahona hozir shunaqa versiya bo'ldiki, suvni berib ham chiqib ketadi qiz deyishdi-da. Agar suvni tashab sirasi chiqib ketsa, u nimani ko'rib oladi misol? Qiz o'sha yerda turadimi? Qiz suv olib keladi, suv ichish jarayonida bir narsani guvohi bo'ladi. O'sha narsa nima? Doimga yana ikkita M'lar bahsi, ya'ni Mahmud Murod doim boshlovchi bilan bahs qilishni yaxshi ko'rishadi. Sizlarni bu bahsingizga javoban aytmoqchimanki, sizda agar shuni savolni menga berganingizda, ya'ni qiz tashab chiqib ketadimi, yo'qmi deganingizda, men sizga javobini aytardim, yo'q deb. Shuning uchun siz ayniqsa siz savol berishdan uyalmaysiz. Shuning uchun buni bahona qilmang. Agar bu versiya bo'lib shu bizani chalg'itdi demoqchi bo'lsangiz, buni bahona qilmang. Agar bu versiya bo'lganida siz savol berardingiz, men javob berardim, shundan yetib kelardingiz javobga. Marhamat, 4-raund. Oltinchi savol. Oltinchi savolni Toshkent shahridan maktab o'qituvchisi Mansurova Xadicha yo'llagan. Turk maqoliga asosan, agar qashshoq odam tovuq yeb o'tirganini ko'rsangiz, qanday mantiqiy xulosa qilish mumkin? Vaqt ketdi. Agar qashshoq mantiqiy savolmi? Albatta, bizda deyarli hamma savollar mantiqiy. Qashshoq odam tovuq yeb o'tirishi mumkin. E'tibor bering. Turkiyada tovuq biznikidan biroz qimmatroq. Ya'ni qashshoq odam ham o'ziga uncha tovuq yeyishni rozi topa olmaydi. O'g'irlagan bo'ladi. Mantiqiy qana xulosa qilishimiz mumkin. Prinsipida yo'q o'g'irlagan. Yomon variant. Yo'q, kimdir hadya qilgan. yoki Chuqurroq. topganini bir kunda yegan. Yoki topganini bir kunda yegan. O'shaning uchun qashshoq bo'ladi. Ko'p joylarda ko'ramizki, kambag'al odam bir kunda yeb oladi. Yoki bu qashshoq odam to'y qilyapti. Yo'q, o'shaning uchun ham qashshoq. O'shaning uchun ham qashshoq. Bitti, topganda bitti. Topgan. Yoki umumiy topgani bo'lgan shu. mumkin balki. Satishi. Yo'q, yaxshi mantiqiy topganda bitti degan. Yoki tug'ilganini. Tovuq yeb o'tirganini ko'rsangiz, Bayram. Bunun uchun bayram. Qashshoqning bugun bayrami. Turkiyada ekan. Maqolaga asoslanayapti. Maqolga ham to'g'ri kelyapti o'shanda. Eskiroq nimaga qaytish kerak orqaga? Yana maqolni Kambag'al to'ygani bu anaqa boyigani. Shunga o'xshagan fikrda. To'ygani, bugun to'yibdi degan fikr misol uchun bersak bo'ladi. Marhamat, vaqt tugadi. Dilfuza javobni kimdan eshitamiz? Kimdan? Javobni kim beradi? Eslatib o'taman, boshlovchidan yordam olish imkoniyatlar bor. Boshlab olaylik. Yordam olamiz. Demak, qo'shimcha savolinglar bo'lsa beringlar, men bajonidil javob beraman. Lekin javobini aytib berishim mumkin emas. Qanaqa mantiqiy xulosa qilish mumkin? Said Akbarxon hozir bir chiroyli fikr aytdi, shu juda yaqin.
Ya'ni kambag'alni to'ygani, boyigani degandek menimcha maqol. Shu maqolga yaqin buni javobi. E'tibor berasizlar, Turkiyada tovuq narxi yana aytdim biroz qimmatroq. Ya'ni kambag'al odam ham qashshoq yo'lda tursin, kambag'al ham uni o'ziga olishga, ola olmasligi mumkin. Lekin u o'sha tovuqni o'zi boqayotgan bo'lishi mumkin. U tovuqni o'zi boqayotgan tovuqi bo'lishi mumkin. Va u tovuqiga biror korxol bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q, o'lgan bo'lsa, turgan qardosh xalqimiz musulmon, harom bo'lgan deydi. yoki qashshoqlikdan chiqqan deb bo'ladi. O'shanga variantga to'g'ri keladi qashshoqlikdan. Yana variant. Nima variant bo'lishi? Demak, javobni eshitamiz, kimdan eshitamiz? Variantni. Saidakbarxon, juda diqqatingiz, e'tiboringizni qarating. Bu maqol shunday ham bo'lishi mumkinki, yo unday, yo bunday degan tarzda maqol. Yo odam unday, yo tovuq bunday. Yo kasal tovuq yoki boy odam. Shunday ham yaqin keldingiz deyishim mumkin, O'roljon. Lekin javobni siz bermayapsiz hozir. Shuning uchun siz jim o'tiring. Marhamat, Saidakbarxon. Endi maqol o'sha aytganimizdek, kambag'al boyigani, to'ygani desek. Qarang, mana eshiting. Savolni diqqat bilan eshiting, savolni. Turk maqoli bu, turk maqoli. Qashshoq odam tovuq yeb o'tirgani, ya'ni odatda u yemaydi tovuq. U qashshoq boyib ketgani yo'q. Qashshoq hali ham. Xonavayron bo'ldi. Xonavayron emas, u holati bir xilda, lekin tovuq yeb o'tiribdi. Yoki tovuqqa bir narsa bo'lgan, yoki odamga bir narsa bo'lgan. Endi bundan ortiq nima aytib berish mumkin yana? Bitta so'zni qo'shsanglar bo'ldi shu iboraga. Yo odamga bir narsa bo'ldi, yo tovuqqa bir narsa bo'ldi. Bir so'zni qo'shsanglar bo'ldi shu yerda. Javob eshitamiz. Javob nima? Odam hech narsasi qolmabdi degan fikr keladi. Javobingizni qabul qildik, endi aniq javobga o'tamiz. Bunaqasi ham bo'lib turadi. O'z odatda to'rtovdan keyin bu jamoa harakatlanishni boshlaydi. Yutqizishga yaqin qolganda. Diqqat, aniq javob. Agar qashshoq odam tovuq yeb o'tirganini ko'rsangiz, demak ikkisidan biri bemor yoki odam bemor va oxirgi puliga davolanish uchun tovuq sho'rva ichyapti. Yoki tovuq bemor bo'lgan va uni so'yib yeb yuborishdan o'zga chorasi qolmagan. Hisob 4-0. Hisob 4-0. Chaynab og'zingizga sop qo'ydingizmi, yutib olmadingiz. Ha, kasal tovuq yeb qo'yishganmikin bular. Murodjon Soliyev, nega yana o'yinga kirisha olmayapsiz? Yaxshi fikrlar kelib turar edi sizdan ham. Ayniqsa Mahmud akaga fikr bag'ishlaydigan fikrlar kelib turar edi sizdan ham qasang. O'zlari o'ylanib qolyaptilar. O'zi odatda shunaqa bo'ladi. Kimdir sababchi bo'ladi, kimdirning miyasiga fikr kelishiga, kimdirning gapidan so'ng. Siz shunaqa Mahmud akaning oldida o'tirib shunaqa fikrlar berib turardingiz. Oxirgi payt bu o'yinda umuman berayotganingiz yo'q fikr. Nima bo'lyapti? Endi beramiz xolos. Havo salqin bo'lgan ta'sir qilyaptimi deyman sizga? Jahongir aka, eslatib o'tamiz, bugungi hamma ko'rsatuvlarimizni informatsion hamkori Aspekt 24 hamda Milliy 24 axborot agentliklari, shu axborot agentliklarining asoschisi rahbari Jahongir Mirzo Mamajonov. Marhamat Jahongir aka, nima bo'lyapti jamoaga? Jamoa yaxshi, faqat savol
O'zbekiston savollaridan beri. Oldingi o'yinlarimizda ham nuqul yo yapon yo turk yo qadimgi Rim Misrlarni berardik, javobni topgayotdi deylik-ku. Hozir razgon olamiz. Yaxshi ot keyin chopadi. Yaxshi ot keyin chopadi. O'roljon Bobomurodov, Samarqand filialimiz boshqaruvchisi. Siz Samarqanddan hozirgina yetib keldingiz, hali o'yinga qo'shilib keta olmayapsiz. Yo'l charchatdimi deyman. Yo'q, unaqa charchaganimiz yo'q. Bo'lmasam kirishinglarda endi u quppa quruq 6 kun yo'lga yutqizib qo'ysanglar juda aniq qiladi lekin. Lekin hurmatli boshlovchi rostdan ham jamoadoshlari gapiga qo'shilaman. Agar ko'proq o'zimiz tarixdan savollar berilsa, tomoshabinlarga ham bizga ham manfaat ko'proq bo'lardi. Yo'q, e'tibor bering, bizda o'yinda tarixiy aniq sanali savollar yo'q. Mantiqiy savol hammasi. Ya'ni o'ylab topsa bo'ladigan savollar. Sizlar biroz chalg'iyapsizlar. Vaqtimiz kam edi, uzoq bo'lishga. Sizlar savolni diqqat bilan eshitsanglar, boshlovchini diqqat bilan kuzatsanglar, o'zaro bir-biringlarning fikringlarni diqqat bilan eshitsanglar, hammasiga javob topib olasizlar. Yo'q, mana boyagi savolda ham Rim papasi deysizlar. Rim papasini vaqtida qabul qatdan kelgan. Hech kim hayolga kelmaydi. Yo'q, lekin bu yerda asosiy urg'u Rim papasi emas. Savollarga e'tibor beringlar. Savollar ichida chalg'ituvchi so'zlar ko'p bo'ladi. Asosiy yo'nalishdan chalg'itadigan so'zlari bo'ladi. Rim papasi shunaqa so'z. Sizlar o'tda iboraga e'tibor berishingiz kerak. Hozirgi kungacha mashhur bo'lgan ibora. Misol uchun podkabluchnik iborasini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak hozirgi zamonimizda. Mayli, marhamat davom etamiz. 5-raund. 5-raund ketdi. Yettinchi savol. Yettinchi savol va nihoyat boshlovchidan savol. Endi men sizlarni ayayman, sizlar buni topolsanglar kerak. Yana qadimga qaytamiz. Qadimgi Fors o'lkalarida, juda qiziq savol. Sudyalar pora olmasliklari uchun maxsus charm kreslolar tayyorlashgan. Marhamat, oldin savolni o'qib olamiz. Keyin javob deganimda javob berishni boshlaysizlar. Oldin ham ogohlantirganman, hozir ham ogohlantiraman. Diqqat bilan savolni jim eshitamiz. Qadimgi Fors o'lkalarida sudyalar pora olmasliklari uchun maxsus charm kreslolar tayyorlashgan. U kresloda o'tirgan sudya pora olmagan. Qat savol. Nega? Vaqt ketdi. Javob tayyor, muddatdan oldin javob. Marhamat, kim beradi? Jahongir Mirzo. Marhamat, Jahongir Mirzo aka, eshitamiz. Nima sababdan u kresloda o'tirgan sudyalar pora olmagan? Chunki u kreslodan odam terisidan tayyorlangan. Kreslolar. Sudyalar qo'rqqan. Odam terisidan tayyorlangan bo'lgani uchun qo'rqqan. Pora olishdan qo'rqqan. To'xtang. Muhokama bo'lmasin, iltimos. Muhokama bo'lmasin, Mahmud aka, iltimos. Shu bu narsani eshitgan edim. Xo'p, diqqat bilan fikringizni jamlab javob bering, javobingizni qabul qilaman. Ilgari shu pora olgan sudyalarni o'sha terisidan kreslo tayyorlashgan uchun o'sha kresloga o'tirganida sudya pora olmagan. Marhamat, aniq javobni eshitamiz endi. Qadimgi Fors o'lkalarida pora olganliklari uchun qatl qilinib, terini shilish keng tarqalgan. Kreslolarning charmini oldingi pora olib qatl qilingan sudyalarning terisidan qoplangan. Uni ustida o'tirgan yangi sudya buni bilgan va har doim u ham pora olsa, shu holga tushishini his qilib o'tirgan. Shu sababdan pora olmagan. Sizlar mutlaqo to'g'ri javob berdinglar. Hisob 4-1. Va nihoyat 4-1. Lekin shu yerda men aytib o'tishim kerak,
Jahongir aka, yolg'iz o'zingizni fikringizni aytgan bo'lganingizda chalg'irdingiz va mendan ochko ola olmadingiz. Shu yo Mahmud aka, yo Murod aka sizga yana qo'shimcha qilib berishdi oxirida. Oddiygina odam terisidan qoplangan deganingizda javobni qabul qilmasdim. Chunki bu yerda asosiy urg'u o'zidan oldingi sudyalarni terisidan qoplangan kreslolar. Aynan o'zidan bitta oldingi pora olgan sudyani terisidan qoplanganligi juda muhim. Qani edi hozirgi zamonda ham shunaqa bo'lganda, Jahongir aka? Oz qoldi. Yaxshi. Mana marhamat ekranlarimizga Food Corp xalq ko'rsatuvimiz homiysini logotiplarini chiqarib qo'yganmiz. Internet botlari bor, Telegram botlari bor. Shu Telegram botlariga kirib buyurtma qilsanglar bo'ladi. Boya Baxtiyor akamiz to'liq aytib o'tmadilar. Bularning mahsulotlari tabiiy, toza va uy mahsuloti desa ham bo'ladi. Ya'ni sexda, fabrikada ishlab chiqariladigan emas, uy mahsulotlari. Hali xalq tilida damashniy deydi-ku. Ana aynan shu damashniy ovqat juda hamyonbop narxlarda. Marhamat, keyingi 6-raund. Marhamat. Beshinchi savol. Bu savolimiz oldingi o'yinimizga yuborilgan va oldingi o'yinimizda o'ynalmay qolgan savol. O'yinda o'ynalmay qolgan savol avtomatik tarzda keyingi o'yinga o'tadi. Behruz Boymirzayev Toshkent shahridan 11-sinf o'quvchisi. Oldingi o'yinda bu aynan shu tomoshabinimizdan bir savolni o'ynagan edik. Diqqat bilan eshitasizlar. Ushbu harakat paydo bo'lishiga sabab odamlar bir-birlarini e'tiborlarini tortishga harakat qilish bo'lgan. Ammo bu harakat boshqa holatlarda ham ishlatiladi. Masalan, hayratlanganda yoki xursandchilikda. Bir maqolda bu ishni qilish uchun a'zolar ikkita bo'lishi kerakligi ham ta'kidlangan. Diqqat savol. Gap qaysi harakat haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Bir maqolda qaysi maqol? Qars ikki qo'ldan chiqadi? Qars. Kursdan bo'lgan qars echalishmi? Ha, qars. Javob tayyormi? Vaqt ketib bo'ldi, o'ylab olsanglar bo'ladi. Boshqa variant qars qo'ldan chiqarsa, Qo'ldan Qars. chiqadi. Yo'q, xursand bo'lganda. Xursand bo'lganda chaqa-chaqa prinsipda deyoradi. To'g'ri. yaxshi fikr. Ma'murbek aka, xursandroq. boshqa variant oila ochdi, avans ochdi. Yo, boshqa ikkita a'zo yo'q-ku sana. Ikkita o'tga tegmaydi. Maqolda Mana deyapti-da. A'zo. Bu ishni qilish uchun Gap qaysi savol, gap qaysi harakat haqida ketyapti. Biz ham misol uchun hozir chaldik, shunga o'xshab. Bo'lmasa salomatlik bitta bo'ladi. Man nimaga deyapman? Bu rahmatli mashaq chaqiradilar deb bizaman. Ovozlarni chaqirsa, eshitmasa kapechalarini chaqirish uchun kelardi biz oldinlariga. Bu biz yoshligimizda bu narsa endi nima chaqirishadi? Biz faqat narsa ko'rsak chaqirishamiz deydi, lekin ular chaqirish uchun chaqirishadi. Shunday to'g'ri. Super savol. Yaxshi o'tiribmiz. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, Dilfuza opa, javobni kimdan eshitamiz? Yana Jahongir aka, ikkinchi ochkoni ham siz olib kelasizmi deyman komandaga. Marhamat. Bu qanday harakat? Xohlasangiz, istasangiz ko'rsating. Bu qars. Hisob 4-2. Hisob 4-2. Mutlaqo javob. Ana har doim shunaqa. Birinchi o'yinda ham shunaqa edi, ikkinchi o'yinda ham, bugun ham shunaqa. 4-0dan keyin ochko yig'ishni boshlaysizlar. Unda o'yinda boshidan 4-0dan boshlab qo'ya qolaylik. Nima deysizlar?
yoki ayni qiyin savollarni oldinga o'tkazaverasizlarmi to'rttaga? Shunaqa chiqmasa kerak. Xitoy, Arman. Har narsani oxirida Oshirlik yomon ekan. Marhamat. Ana hech kim eslatmaydi. 6-raundimiz tugadi. 6-raunddan keyin biz kofe break qilamiz. Kofe emas, hali break time qilamiz dedik. Shunga nima deysizlar? Break time olamizmi? O'ynab bo'lgandan keyin. O'yindan keyin. Ha, yutishni boshladik-da ya. Ketib qolishi mumkindir. Marhamat, 7-raund, marhamat. O'yinga nisbatan ishlab ochildi. Uchinchi savol. Uchinchi savol. Yana boshlovchidan, ya'ni mendan savol. Buni ham hali o'qib olmasimdan javobini e'tiborish yo'q, lekin sabr qilib eshitasizlar. Mening bobom tuyada yurgan. Mening otam tuyada yurgan. Men Mercedesda yuribman. Mening o'g'lim va nabiram Land Roverda yuradi. Mening chevaralarim esa yana tuyada yurishadi. Sababi og'ir zamon kuchli insonlarni yaratadi. Kuchli insonlar yengil zamonlarni qurishadi. Yengil zamon kuchsiz insonlarni paydo qiladi. Kuchsiz insonlar esa yana og'ir zamonlarni vujudga keltiradilar. Diqqat savol, bu gaplar qayerning rahbariga tegishli? Javob tayyor. Muddatdan oldin javobni kim beradi? Marhamat, Murodjon. Bu qaysi davlatni yo qaysi joyning rahbariga tegishli? Birlashgan Arab Amirliklarining amiri aytgan bu javobni. Bu so'zni. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklarining amiri. Amiri. Javobingizni o'zgartirmaysizmi? Chala joyi bormi? Javobingizni o'zgartirmaysizmi? Bu fikr o'zingizdan chiqdimi, Murodjon, yo eshitdimmi? Yo'q, buni men o'zi eshitgandim, lekin meni ham kasblarim, o'rtoqlariim ham bilishar ekan bu narsani. Bu siz javob bera qoling deb aytishdi. Sizlarni yutqizayotganinglarni inobatga olib, boshlovchidan savolligini inobatga olib, istasangiz javobni o'zgartirishga yoki aniqlashtirishga imkoniyat beraman. Saudiya Arabistoni. Javoblarni qabul qildik. Endi aniq javobga o'tamiz. Afsus. Bu gaplar muallifi Dubay asoschisi, Dubay amiri, Dubayning birinchi amiri Rashid ibn Said al-Maktum tomonidan aytilgan edi. Hisob 5-2. Hisob 5-2. Dubay Birlashgan Arab Amirliklarining bir amirligi. Birlashgan Arab Amirliklarining o'zi emas. Birlashgan Arab Amirliklarining amiri boshqa inson, Dubayning amiri boshqa inson. Bu xuddi Dubay bu shahar, Birlashgan Arab Amirliklari bu davlatdek gap. Ya'ni siz Toshkent shahri hokimi aytgan gapni O'zbekiston prezidenti aytdi deb oldingiz. Tushunaldingizmi? Diqqat qilinglar, diqqat deb bekorga aytmayman. Lekin bu gap faqat u aytmagan, Tarixda aynan Land Roverlar haqida, Mercedeslar haqida aytilganmi? Men aynan shularni o'ylab aytdim. Buni juda to'g'ri aytibsizlar, buni juda ko'pchilik biladi. Faqat biroz yanglishinglar, biroz chalg'idinglar. Buni juda ko'pchilik biladi va eshitgan. Aynan o'sha Dubay amiri aytganini ham eshitgansizlar. Chunki buni adashmasam
ommaviy axborot oylik jahon, ya'ni televideniyada ham aytilgan bu so'zlar. Mana, qancha tushundingiz? Hali imkoniyat bor. Hali imkoniyat bor. 6gacha, hisob 6gacha. Shoshmanglar, shoshmanglar. Qancha o'qiyapmiz? Endi javob aniqlash kerak. Qaysi raqam? Dubayning kishi bor. E'tibor bering. Men tag'in o'sha rahbari ismini so'raganim yoziladi. Yengillashtirish uchun davlat shaharni o'zini amirlikni o'zini so'radi. Marhamat, keyingi raund 8-raund. Qancha bo'lsa Birinchi savol. Birinchi savol. Xolbotayev Akrom Namangan viloyati Norin tumanidan talaba yo'llaganlar. Diqqat, tenglama. Ikkita 5 ni qo'shsa, bitta 4 chiqadi. Diqqat, gap nima haqida ketyapti? Vaqt ketdi. Tenglama degani nima? Tushunishga matematik tenglama. Yan bir variant. Marhamat, vaqt tugadi. Qiziqli javobni kim beradi? Saqlab qolingan qo'shimcha 1,5 daqiqa vaqtda olamiz. Vaqt ketdi. Savolni boshqatdan o'qib eshitiraman. Diqqat bilan eshitinglar. Diqqat, tenglama. Ikkita 5 ni qo'shsa, bitta 4 chiqadi. Diqqat, gap nima haqida ketyapti? Soatda kamerasi kelyapti, soatda. Yo'q, mana so'zni bektirmaganmi? 2ta 5 qo'shib 4 chiqadi. Tenglama. Buni o'zidan ichida yo'q. 5 o'zi 3 ta harfdan misol uchun. Olsaga hali 6 bor. Odamning ichida yo'q. 2ta 5 10, to'g'rimi? Hop, 12 ta harfda hech qanaqasi to'g'ri bo'lmaydi. 2 ga bo'lsa-chi? Yo'q, 5 bo'ladi. 2 ga bo'ladi. 2 ga ko'paytiramiz. Mantiq ichgandan eshitmagan. Anaqamasmikan? Nima ko'ruvchi nima o'ynaydi-ku? Tashiydi-ku? Yo'q, ko'ruvchi. Alloh yani nereden ko'ruvchi? Nadaniki bor-ku? Ikkita 5 ni qo'shsa deyapti-da. Nima qo'shib ko'rdim ikkita 5. Qo'shib chiqmayapti. Gazeta. Yo'q, qo'shib ko'rdingizmi? Ha, yo'q. To'g'ri emas ekan, qo'shib ko'rdilar. Marhamat, vaqt tugadi. Javobni kim beradi? Javob bo'ldimi, bo'lmadimi? Sizdan yordam olamizmi yo'qmi?
Shunaqangi javoblar bo'ldiki, lekin aniq javob umuman bo'lmadi. Javobni kim beradi? Bu safar Biron yordam qoldimi? Ikkita 5 yoz turib 2 ga bo'laymi? Ya, qo'l mana 5 5. shu manimcha bu savolning javobini bizlarni ko'rayotgan hamma tomoshabinlar topib bo'lgan bo'lsa kerak manimcha. Faqat sizlardan tashqari. 5. Xo'p. Aniq javob kimdan eshitamiz biz safar? Boshlovchilar yordami yo'qmi? Boshlovchilar yordami olib. Zaldansiz, zaldan yordam. Zaldan yordam yo'q. Boshlovchi javobni kim aytadi, shuni biz menga aniqlab bering, men yana yordam berishga harakat qilaman inshaalloh. Javobni Mahmud aka. Marhamat. Mahmud o'zi meni yordamlarimni eng tushunadigan komandalar a'zosi Mahmud aka. Lekin bugun kayfiyatlar yaxshi emas menimcha. Marhamat, tenglama. 2 ta 5 ni qo'shsangiz, bitta 4 hosil bo'ladi. Aniq javobingiz nima? Mahmud aka, 2 ta 5 ni qo'shsa, bitta 4 hosil bo'ladi. Javob A. Versiya bo'lsa ham aytinglar, versiya. Versiya ham yo'qmi? Hop. Nima bilan bog'liqligini. Yo'q, qo'l chiqadi. Nima stol chiqadi? Kanselyariya sohasini biladimi kimdir? Hammalar Bo'ldi. Ob qog'oz chiqadi. A4 ikkita 5 bu, A5. Voy, xayriyat, 5 5 hisob 5 ikkita A5 ni qo'shsa, bitta A4 qog'oz hosil bo'ladi. Savolni oxirida haq degan savolim harfni tushunmadingizmi? Hozir adolatli diqqat tekshirib olasizlar. Adolatli bo'lishi uchun yana birinchi safar qilgan versiyamizni qilamiz. Ya'ni bu o'yin uchun bu pul mukofotini savol yo'llagan tomoshabinimizga beramiz. Sababi judayam katta yordam orqali zo'r qattalab oldinglar bu ochkoni. Ochkoni sizlarga beramiz, pul mukofotini. Namangan viloyati Norik tumanidagi Xolmuzayev Akromga beramiz. Marhamat, keyingi 9-nom. Dokuzuncu savol. 9-chi savolimiz uchun bizga yana suv kerak bo'ladi. Bu savol ham boshlovchidan savol. Marhamat, rekvizitni olib chiqasiz, stakandagi suvni qo'yasiz. Dilfuza opamga bering shu suvni, Dilfuza opamga bering. Dilfuza opa, qo'lingizga oling shu suvni. Qo'lingizga oling. Endi eshiting. Yekaterina II o'zini qo'l ostidagilariga jahli chiqqanida, g'azab otiga minganida nima qilar edi? Dilfuza opa, mana aynan sizga tushgan savol shu. O'ylab ko'ringchi, 1 daqiqadan keyin ko'rsatib bersangiz ham mayli. Yekaterina II jahli chiqqanida qo'l ostidagilariga nima qilar edi? Vaqt ketdi. To'plam nima qiladi? O'shandan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ya balki opa yumshoq tabiat bo'lgandir, o'zingiz sevib ko'rganda o'zini bosib olish. Nima qilasiz? Sepasizmi?
e'tibor beringlar. Yana savolga e'tibor bermayapsizlar, bilimdonlar. Yekaterina II juda yumshoq tabiat bo'lgan deb bekorga aytilmayapti. U birovga azob bermagan. O'ziga sepgan. O'zini bosish ichgan demak. yoki ichgan. Ichgan. Rost ichgan. Opani uni haqorat qilmaydi. Opa mana o'zlariga qo'yganda o'zini bosish uchun qanaqa yoki ichgan. Yoki ichgan. Ana bolachada yig'lasa, ayollar suv ichiradi. Nimaga? O'zini bossin deb. Bolachada yig'laganda ichishgan variant. Hozir kayfiyatlar yaxshi. Yoki yuzlariga sepganmi? O'zlariga. Yo'q, avval shu daxil chiqarib qo'yadi. Bo'lsa? Vaqti bo'ldi. Yaxshi chiqsa faqat Siz sepasiz. yoki stakanni otib olishim mumkin. Yumshoq dod. O'sha menimcha hozir chay borishi mumkin emasmikan? Yo'q. Shafot ichgan demak. sepganda og'ziga ichish. Yoki jahl ortida qanaqadir qaror chiqazib olmaslik uchun ichiga yutgan. Hozir o'sha turganmi? Ha, bo'lishi mumkin. Mana bu variant bo'lishi mumkin. Gapirib olmaslik uchun Xotin olmaslik uchun og'ziga suv suv solib saqlagan. Marhamat, vaqt tugadi. Javobni kimdan eshitamiz? Dilfuza opa yo o'zingiz berasizmi javobni? Iloji bo'lsa ko'rsatib bering Saidakbar. Sepadigan bo'lsa seping hammaga. Mayli. Og'zaki javob bersangiz ham bo'ladi. Demak, Yekaterina II bu suvni nima qilgan? G'azab otiga mingan paytda qo'l ostidagilarga nima qilgan bu suvni? Shu suvni olganda javob men ham endi agar bu qilgan ishlarimni qilsam javob bera olmayman. Og'zida suvni saqlab turgan. Ko'rsatib beringchi qani? Qancha vaqt saqlab turgan? Tovurdan tushirguncha boshqa iloji. Javobingizni qabul qildik. Endi aniq javobga o'tamiz. Yekaterina II juda yumshoq fe'l odam bo'lgan. Qo'l ostidagilarni g'azab qilganida ularni xafa qilib qo'ymaslik uchun og'ziga suv to'ldirib olgan. Jahlidan tushganidan keyin suvni to'kib tashlagan. Hisob 5-4. Hisob 5-4. Dilfuza opa, siz ham shunaqa qila olasizmi? Siz ham shunaqa o'rgansangiz bo'lar ekan, qarang. Bu kimsan qirolicha Yekaterina II mashg'uloti bo'lgan ekan. Yumshoq bo'lgan ekanlar. Men yumshoq bo'lolmayman. To'g'ri, siz Dilfuza birinchisiz. Yaxshi. Ha, tenglashib qolibsizlar-ku, ozgina qolibdi, lekin baribir xavf ostidasizlar. Bitta javob noto'g'ri javob yutqizasizlar. Xo'p, keyingi 10-raund. Marhamat. 10-raund. Savol. Bu ham boshlovchidan savol. Boshidan o'qiguncha, oxiriga yetguncha boshlaysan. O'shaning uchun diqqat bilan eshitsanglar, men o'zim o'qib beraman sizlarga. Men nimaga kerakman bo'lmasa? Fransiya qiroli Fransisk saltanatida Trebule ismli juda dono masxaraboz bo'lgan. Masxaraboz kimligini bilasizlar, Jahongir aka? O'sha saltanatda hammani kuldirib, dono fikrlari bilan kuldirib yuradigan odam. U tomoshalarning birida qirolning dumbasiga urib yuboradi. Bundan g'azablangan shoh uni qatl qilishga buyuradi. Ammo agar qilgan ishingdan ko'ra battarroq g'azabimni keltiradigan gap bilan uzr so'rasang, afv qilaman deydi. Shunda masxaraboz, kechirasiz shohim, sizni orqangizni qirolichaniki bilan adashtirib urib yuboribman deydi.
bundan battar g'azablangan qirol o'z va'dasiga qaramasdan baribir uni qatl qilishga buyuradi. Lekin qanday qilib o'lishni tanlash huquqini beradi. Shunda dono masxaraboz bir usulni tanlaydi. Shundan keyin qirol uni qo'yib yuborishga majbur bo'ladi va saltanatdan quvib chiqaradi. Diqqat savol, masxaraboz Tribule qanday o'lish usulini tanlagan edi? Vaqt ketdi. Javob bor. Muddatdan oldin javob aniq o'yladingizmi? Aniqmi? Marhamat. Javobni eshitamizmi Dilfuza opa? Umurbek aka, marhamat. U qanday o'lish usulini tanlagan? Javobni aniq bilaman, chunki o'qiyapman. O'qiganman. Savol bermaysan. Marhamat. Aniq javob qanday o'lish tanlagan? O'ldiraysan desa, men qarlikda o'lishni istayman dedi. Aferin. Aferin. Qasamla. Aferin. Hisob 5-5. Hisob 5-5. Hisob 5-5. To'ppa-to'g'ri o'qish kerak. Mana oldingi safar o'yinimizdagi Chingizxon savoli, bu safardagi Tribule savoli. O'rgating bu Umurbek aka yoshligi o'qish qanday muhimligini. Ya'ni masxaraboz o'zimni o'limim bilan, ya'ni qarichilikdan o'lishni tanlayman degan. Ro'ppa rosa tenglashdilar. Hal qiluvchi 11-raund bo'lar ekanda, hal qiluvchi raund. Marhamat. Marhamat. 11-raund. Kechdi. Eslatib o'taman, hozirgi raund uchun 1,5 daqiqa zaxiranglarda bor. Qaysi savol bor? Ikkalasi ham bir so'zingizni olib. 11-savol, 11. 11-savol. Bu savolimizda rasm bor. Hozir rasmni ekranga uzatamiz. Marhamat, rasmni qo'yib berasiz. Savol, bu ham boshlovchidan savol. Rossiya Milliy xokkey ligasining maydonchalarida himoya oynalarida 11 ga 14 santimetrlik darchalarni ko'rish mumkin. Savol, mana shu rasmdagi darchalar nima uchun kerak? Vaqt ketdi. Javob tayyor. Yana oldindan javob. Hisob 5-5. Hal qiluvchi raund. Marhamat, javobni kim beradi? Mahmud aka, marhamat, javobingiz. Bu darchalar nima uchun kerak? Operator uchun kerak. Obyektiv shu darchadan kirib syomka qiladi. Keyin o'yinchilar bu yoqqa kelganda darchani yopib qo'yadi. Obyektivni chiqarish uchun. Ya'ni shu fotograf, videochilar uchun kerak. Endi aniq javobni marhamat ekranda ko'rishimiz mumkin. Javobni qabul qildik. Marhamat, aniq javob. To'ppa-to'g'ri. Hisob 6-5. Bugungi o'yinimiz g'oliblari bilimdonlar. Bugungi o'yinimizning g'olibi bilimdonlar yutishdi. Yana 6-5. 6-5 hisobi har doimgidek. Ayniqsa oxirgi javobinglar juda, mana har bir o'yinda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Umurbek akamni o'qiganliklari bir ochko olib kelyapti. Mahmud akani tajribalari yana bir ochko albatta har bir o'yinda olib kelyapti. Bu degani ham o'qish kerak, ham o'qish kerak. Shundaymi Umurbek aka? Bugungi o'yinga qanaqa kommentariyalar bor? Murod aka, nimagadir bugungi o'yinda biroz kayfiyatingiz chuqurroq tuyuldi. Sizga aytamiz. Yoki joyingizni almashtirganingizgamikin? Mahmud akani olib o'tirganingizda juda aktiv edingiz. Oxirgisini hal qilib qo'ydik lekin. Ha, sizdan chiqdimi bu fikr? Jahongir aka bugungi o'yin haqida.
Shunday. Lekin bu safar ham o'yinni o'rtasida zo'rg'a yutdinglar lekin. Juda ham qo'shib chatib. Said Akbarxon, siz nima deysiz bu o'yinimiz to'g'risida? Bugungi birinchi debüt o'yiningiz davom ettirasizmi bizning komandada? Nasib bo'lsa taklif qilsanglar albatta davom ettirish niyatim bor. Lekin bugungi o'yinga gapiradigan bo'lsak, juda ham bir qiyin ahvoldan ortib chiqildi o'yin Zani tomoniga, YouTube tomoniga. Juda ham qiziqarli bo'ldi va aytganingizdek tajriba va bilim har doim g'olib chiqargan. Xo'p, Mahmud aka, sizda ham bir fikrlar bormi? Har o'yindan keyin yana ham ko'proq o'qib, yana ham ko'proq nima deydi, ko'p narsadan xabarimiz yo'qligiga aniq qilamiz deb o'qishimiz kerakligini tushunaman faqat shu. Marhamat, har doimgidek bugungi o'yindagi eng yaxshi deb bilgan savolinglarni tanlab berishingizni so'raymiz. Kelishib bir javobni aytibdi Dilfuz opa. Eng qiziqarlisini topa olmaganinglarni emas, eng qiziqarlisini topgan bo'lsanglar ham. Eng qiziqarlisi qurol bilan shut savoli. O'yinga nisbatan to'g'ri berilgan savol Oson topilgan, to'g'ri berilgan bo'ladi. Qiyin topolmagan savol noto'g'ri berilgan bo'ladi. Yo'q. Bu yerda nima ketyapti? Zakovati to'g'rimi? Ilm bilan haqiqatdan ilmga tayanilgan holatda, bilimga tayanilgan holatda savol berilganda tajriba. Lekin buni bular o'qigan ekanlar, lekin o'qimagan odam ham mantiqan o'ylab yetib kelishi mumkin edi bu javobga. Albatta, men aminmanki 1,5 daqiqa muhokama qilganingizda bu javob kelardi sizlar o'zingizda ham. Ilmiy jihatdan to'g'ri berilgan savol demoqchiman. Faqat taxminiy javob berilardi, bu mantiqan kerak. Xo'p, demak eng yaxshi savol qaysi savol bugun O'yinda anaqa narsaga bo'ladi. To'g'ri adish. Savol dedi. O'sha bu ham bor, menga shu yo'q. To'g'ri savol berilgan. Savol to'g'ri. Yondashuv to'g'ri, savol to'g'ri. Savol to'g'ri. Qolganlarida savolni hammasi to'g'ri. O'sha qiyin savolni noto'g'ri berilgan bo'ladi. Oson topilgan juda to'g'ri berilgan bo'ladi o'zi. To'g'ri yondashuv bor-da. Berilgan savolga nisbatan. Xo'p, demak oxirgi qaroringlar qaysi savol eng yaxshi savol? Opa, Yelizaveta opa. Dilfuza nima deysiz? Jamoa kelishgan holda. Kelisha olmadi-ku jamoa. Ko'pchilik ovoz bergan. Savollar birinchidan yaxshi, judayam tushunarli va to'g'ri qilingan, shu qiziq bo'lgan savol bo'ldi. Shu to'g'risida Yelizaveta ham judayam yaxshi urmay bo'ladigan savol bo'ldi. Demak, qaysi biri? Bittasini tanlab bering, iltimos. Ikkita tanlayveraylik bu safarga. Bittasini tanlab bering, iltimos. Mana ko'pchilik Yollarni suv turibdi lekin. Demak, Tribole haqidagi savol. Bu ham boshlovchidan savol ekan, shu sababdan bu savolga eng yaxshi deb topilgan taqdirda ham hech qanday qo'shimcha pul mukofoti berilmas ekan. Marhamat, shu bilan bugungi 3-intellektual klubimizning BBC Avtijara jamoasining o'yini o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir marta bilimdonlarimiz g'olib bo'lishdi. Shu jumladan hamma bizga xohish bildirgan bilimdonlar jamoasini, korxonalarni homiylikka, hamkorlikka chaqirib qolamiz. Savol beruvchi tomoshabinlarni qiziqarli savollar yo'llashga chaqirib qolamiz. Har bir savol yo'llangan va unga bilimdonlar tomonidan javob topilmasa, savol muallifiga pul mukofoti beriladi. Shu jumladan bugungi hamkorlarimiz, homiylarimiz, albatta bosh homiyimiz o'zimizning korxonamiz BBC Avtijara korxonasi. Undan keyingi homiyimiz Food Corp
korxonasi, undan keyin media homiyimiz, hamkorimiz Aspekt 24 hamda Milliy 24 axborot agentliklariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi o'yinni nihoyasiga yetdi. Hammangiz uchun rahmat, sog' bo'ling.